Koreyani maktablariga kiyiladigan formani sovuni bog'chasiga kiyib bordim. O'zi ham hamma menga qarab, bu xotin jinni bo'lib qopti deb o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin bilasizlar, menga boshqalarning gapi shuning uchun menga farqisi yo'q. Eng asosiysi sovuni bog'cha opasi juda ham ochilib ketibsiz deb kompliment qildi. Vachach. Shunaqa qilib endi uyga keldik. Sovuni sochini qaranglar. Yangi olgan kiyimimizni kiydirib qo'ydik. Endi hozir gaz qaynonamni reaksiyasini ko'ramiz. Sovuni sochi bilan kiyimiga. Ko'p kommentariyalarda ko'pchilik yozadi: "Men sizni kariz qaynonangiz uchun ko'raman. Men sizni videoyingizga kariz qaynonangiz uchun like bosdim" deb. Albatta men hamma kommentariyalarni qaynonamga o'qib beraman. Lekin aytib qo'yay, qaynonamga yomon ta'sir qilyapti bu narsalar. Ilgari men o'zimga kiyim yoki bu narsa ololmagan bo'lsam, endi даже sovuqga ham kiyim olsam so'kishyapti. Qaynonang bayda kreditlarini to'lolmay yurganda sen shunaqa qilib pul ishlatib yurishingni qara deb rosa so'kishdi. Bu bilan sovuqga kiyim olmasdan meni kreditlarimni to'la deganimi?